Әмді Нұрәли аблызның бір еліңіздегі 8760 saat намлық әсірінің давамını аңылтымыз. 6. bab. Muvaffaqiyat mag'lubiyatdan boshlanadi. Tong yorishdan burun qorong'u kecha edi. Muvaffaqiyat atrofida mag'lubiyatning qo'shinlari bor. Ma'lum bir tur uchun yarim kechigacha ishildingiz. Tuyuqsiz to't ketdi yoki kompyuteringiz ketib qoldi. Chatoq yeri hujjatni texi saqlamagan edingiz. Qancha kecha kunduz qilgan amgakingiz baraqli yo'q bo'ldi. G'arg'in badaningizni so'rab, jafoliq ishlayotganingizga xili bo'lgan edi. Tuyuqsiz kelgan zarbidan yo yig'lashni, yo kulishni bilolmay qoldingiz. O'ruqlash uchun butun kuchingiz bilan chiniqdingiz. Chiniqish uydagi yugurish mashinasining ustiga badaningizdan oqqan ter tomchilari yomg'irday quyildi. Bir tishlam ortiq yeyishga petinolmagan edingiz. Ammo taroziga chiqib qarag'iningizda tarozining istirgisi yanada burunqi sonni ko'z tutib turardi. Siz hatto tarozi buzilib qolgan o'xshaydi deb o'yladingiz. Orqadan bu taqdirning adolatsizligidan zarlandingiz. Men nimishqa o'ruqlanmayman. Nimishqa boshqalar qo'lidagi yisimi samirib ketmaydi. Ma'lum bir imtihon uchun butun kuchingiz bilan o'rgandingiz. Darsni astoydil anglab, darsdan tushganda ko'ngil qo'yib takror qildingiz. Ammo 3-qitim, 4-qitimlardimi natijangiz yanada shunchalik tuvan. Orqa-orqadan kelgan mag'lubiyat sizni hatto aqliy qobiliyatingizni gumon qiladigan holatga tushirib qo'ydi. Agar beshingizdan shunday kunlar o'tgan bo'lsa, muborak bo'lsin. Muvaffaqiyatga yana bir qadam yiqilibsiz. Mag'lubiyat muvaffaqiyatning onasi emas, ammo qo'shnisi. Muvaffaqiyatning atrofida mag'lubiyat otliq qo'shinlar o'ltiraqlashgan. Har qatim muvaffaqiyatni izlab boqganingizda, chekkaningiz mag'lubiyatning ishki bo'lib chiqdi. Ammo hamon bir kuni siz izlagan ishni topsiz. Mag'lub bo'lib odam kishini andishiga soladi. Agar yoshlig'ingizda ko'proq chiniqmasangiz, kunlarning birida og'ir mag'lubiyatga uchrab qolsangiz, uning salmoqini ko'tarishga qurbatingiz yetmay qolishi mumkin. Beijing universitetida o'qiyotgan vaqtimda har yili bir o'quvchi halok bo'ladi. Men oliy maktabga o'tgan tunji yili yana bir saboqdishim turmushda umutsizlikka uchraganlik sababi bilan o'zini nobud qildi. Odamni texmi ichindirdig'ini shuki, u o'z hayotini nobud qilib qolmay, yana ikki o'quvchining birini og'ir yaralandirdi. Yana birining yuzida og'ir totuq, qalbida umrlik o'kinish qoldirgan. Yana shu yili o'g'inishi ajoyib yaxshi. GPA imtihonida 3.9 nomer, asli to'liq nomer 4 nomer edi. Ana shundoq yuqori nomer olgan yana bir o'quvchi tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Ularning nima uchun mana shundoq yo'llarni tanlaganligini hech kim bilmaydi. Nurg'un kishilar Beijing universitetiga o'tgan o'quvchilar olli-burun boshqalar havas qiladigan turmushga erishdi. Ular yana nimadan norozi bo'ladi deb o'ylaydi. Ammo sababmi dal shu yerda. Ular hamma ishi o'ngishliq bo'lib ko'nib qolg'ashqa, kichikkina zarbaga bardosh bera olmay qolgan. Buningdek ishlar har qaysi joylarda, har qaysi oliy maktablarda yuz berib turdi. Sababi har xil. Asosiy sabablardan muhabbatidan ayrilib qolish, o'g'inish jihatda umutsizlikka uchrash, kishilik munosabatni to'g'ri bir taraf qilolmaslik, namratlik qatorliqlar. Boshqalarning nazarida hech qancha gap emas deb qaralgan umutsizliklar o'sha yoshlarning qalbida hal qilg'ili bo'lmaydigan qiyin masalalarga aylanib, qallasidan o'tkazilmagan. Hayotda nadimi oson ish bo'lsin. Qiyinchilik oldida yiqilmay tik tura olsangizlar, u sizni texmi kuchaytiradi. Wang Shining mundaq bir gapi bor. Nurg'un odamlar menga havas qiladi. Men Chu Shijanga havas qilaman. 2003-yili 52 yoshlik Wang Shi g'albilik holda Jo'molangning cho'qqisiga chiqib, Jungodagi Jo'molangning cho'qqisiga chiqqan yeshi eng cho'ng odam bo'lib qoladi. U tog'dan tushib, Yunnanning Aylov teg'iga kelganda shu yerda oplasin teriyotgan bir buvayni uchirdi. Chu Shijan shu chaqda 75 yoshga kirgan. Wang Shi bu yerga kelgan chaqda beshig'i bir eski chiq qalpoq, uchisiga yirtiq yo'lna kelgan bu buvay suv pompasini o'ngshab bergil kelgan ishchi bilan baho talashayotdi. 80 yuan. Yo'q, eng ko'p bo'lganda 60 yuan beraman. 80 yuan. Bir tiyin kam bo'lsa qilmayman. U ikkisi 20 yuan talashib 10 necha minut takollashdi.
Bir chetda qarab turgan Wang Shining ko'zlari namlandi. Ilgari davlat uchun 100 milliard yuanga yaqin bosh topshirgan bu peshqadam korxonachining 20 yil uchun buncha to'lishib ketadigan kunga qilishini kim o'ylagan? Ammo Wang Shini ta'sirlantirgani bu emas. Balki 70 yoshdan halqagan bu buvayning ikkinchi qatim eglik tiklashdagi astoydilligi va tarsoligi edi. Oplisini o'stirish oson ish emas. Ish yangi boshlangan chog'da Choshijan tepib kelgan dehqonlar 2 kun ishlabla jafoga chidamay qochib ketdi. Shuning bilan Choshijan 70 ga kirib qolgan ayoli bilan etizga chiqib ishlaydi. U etiz bishig'i bir kapi yasab olgan bo'lib, kunduzi etizni ishlab, kechda oshu kapida tunaydi. Qarang, mana bu bizning uyimiz, dedi buvay kulib turib. Yomg'ir faslida oplisining shoxlari egilishga boshladi. Er-xotin ikkisi ansirab kechalar uxlayolmadi. Keyin Choshujan 10 kun xajlab oplisining o'stirish texnikasiga doir 100 savol nomli kitobdan birini sotib oldi. 10 yildan keyin Choshujan oplisilarining nomi dunyoga tanildi. Hayot yo'li egizpas, agar to'qay bo'ladi. Mag'lubiyat qaysar odamlarni yiqitolmaydi. Choshujanning hayot kartinasini yoritib bergan bu e'lon so'zi sonsiz yoshlarga ilhom beg'ishlagan mashhur so'zga aylandi. Wang Shi Vanko guruhini qurib chiqqandan keyin ishxonadagi polga 2 jumla so'zni uyib oldi. Ularning biri Badon generalning mundaq bir jumla mashhur so'zi edi. Bir odamning muvaffaqiyatini baholashning o'lchami uning qanchalik egizga chiqqanligi emas, balki shu egizdan yiqilib tushgandan keyingi qonqish kuchi. Har qanday odam mag'lubiyatni boshdan kechiradi. Ba'zilar bir yiqilib qo'polmay yotadi. Ya'ni ba'zilar o'rnidan turadi. Choshujan bizga haqiqiy g'alaba qilguvchilarning qanday bo'ladiganligini o'z amaliyati bilan ko'rsatib berdi. Mening ilgirki bir xizmatdishim oliy maktabning 2-yilligidagi chog'da eglik tiklashga boshlab, o'qish bitkizmay turibla yurtidan 2 yurish uy elib bo'ldi. O'qish bitkizgandan keyin Beyjingga kelib ishladi. Uzoq qolmay Beyjingdan uy setib oldi. Ammo bir qancha qitim tijoratda xatolashib qilib, butun dasmoyisidan ayrilib qoldi. Xizmatchilarining maoshini berish uchun Beyjingdagi uyini, yurtidagi uyini setib, burunqidan nomrod holga tushib qoldi. U bir kuni kechqurun qo'lidagi ishni tugatib, binodan pastga tushib, yaqinli joydagi bodkadan ozroq narsa olib yemoqchi bo'ldi. Bir kun osh qursoq ishlab qursoqlar tortishib ketgan xizmatdashim bodkaga yaqin borgandan keyin yanada bir tal poshkal olib yugudak pul qolmaganligini bayqabdi. Yerim yaxshi bodkichi ayol uni tunibdi va uning bechora holatiga qarab, "Kel o'g'lim, ozroq bir narsa yeb ol. Pul bermasangmi bo'ladi", debdi. Agar bu kinolardagi manzar bo'lgan bo'lsa, balkim u popkada yerga tizilib, quchoqlarini kang ochib, osmonga qarab urgan, ko'zlaridan taram-taram yoshlarni oqqizgan bo'ladi. Ammo uning ko'zidan yosh oqmadi, chunki reallik ko'z yoshiga ishonmaydi. Qiyinchilikqa yo'liqqanda yerda yetib yig'lasangiz, hech kim sizga nazar ko'zini silibmi qo'ymaydi. U yig'lamadi, zarlanmadi, umidsizlanmadi, to'xtamay tirishdi. Umidsizlik ichida qanchalik tirishqanligi to'g'risida hech kimga dodlamadi. Bir yildan keyin tirishchanligining natijasini ko'rib, internet sohasida bir kishilik o'rnini tikladi. Bu dunyoda faqat bir xil muvaffaqiyat bor. Uning ismi bo'shashmay tirishish. Faqat bir xil mag'lubiyat bor. Uning ismi yerim yo'lda bel qo'yib o'tish. Usulni o'qituvchimiz deb beralaydi. Ammo qat'iy davomlashtirish ruhini, chidamchanlikni o'zingizdan boshqa hech kim bera olmaydi. Haqiqiy chidamchanlik umid bo'lmagan ahvoldami voz kechmaslik, bo'shashmaslik, butun kuchi bilan tirishishdir. Haqiqiy umidvorlik mayli beshingizga qanday kunlar kelgan bo'lsin va yoki qanday kunlarni boshdan kechirayotgan bo'ling, bu dunyoga yanada kulib qarashdir. Umr bu qadar nurani o'tsa, hayotda na armonlar qolsin. Mushaqqatlik paytda bir qadam oldiga meni. 300 metr, 200 metr, 100 metr, 50 metr bo'ldi. Siziqdan o'tdim. Endi qussam bo'ladi. Bu mening maktabdagi har qitimliq uzun yugurish musobaqasining eng oxirgi minutlaridagi his tuyg'ularim. Uzunga yugurish nurg'ulg'an o'tir maktab o'quvchilarining ansirtadigan bir tur.
Manga nisbatan aytganda uzun yugurish oddiy holatdagi jismoniy zulmla emas, balki jon oladigan bir ish. Tug'ilib uzoq o'tmayla o'pka yolg'iga giribtor bo'lgan ekanman. Bu vaqt bolalarning tomiri bek inchki bo'lg'achqa, doktor osma okul yenglisini beshimga sanchidi ekan. Doktorxonada 2 hafta davolangandan keyin kasallik ahvolida har holda yaxshilanish bo'ldi. Ammo doktorxonadan chiqadigan chaqda doktor otam bilan onamga astoydillik bilan bu bolani saqlab qolg'ili bo'lmasligi mumkin. Ideya jihatda tayyorlik qilib qo'yinglar, debdi. Gerçi ölüm ağzıdan qutulib qolgan bo'lsam-mu, o'pkam izchil turda butunlay saqayib ketolmadi. 4 yoshdan burungi chaqlarimda doktorxonadan beri kelolmadik. O'pka kasalligi bilan o'lib ketgil tas qolgan shu bola maktabning har qitimli qishliq tantarbiya yig'inida uzun yugurish musobaqasiga qatnashib natija oladi. Buningga ba'zida o'zimning ishongisi kelmaydi. Har qitim yugurib bo'lgandan keyin xuddi ich bag'rimni to'kib yetadigandak qusib ketdim. Nafsim bo'g'ilib, maydam tasvirligisiz etishib, xil uzoqda aran besiqatdi. Musobaqani tugatib qusib bo'lgandan keyin yana musobaqaga tushdim. Tantarbiya o'qituvchilarimi mening shunda qusadigan odatimning borligini bilib ketgan edi. Keyin muallim mening yugurib kelibla qusishim uchun oxirgi nuqtaga so'lov xalta tayyorlab qo'ydigan bo'ldi. Mening zodi qandoq chidayotganim nurg'un odamlarning qilisidan o'tmaydi. Shuncha qiynalib ketadigan turib nimishqa yana yuguraydi? Qusishqa shuncha omroqmi ya deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Yolg'iz malla emas. Uzunga yugurgan odamning hammasi qiynaladi. Shu joqdagi qiynalish insoniyatga o'rtaq. Hatto uzunga yugurish chempionlarimi eng dastlabda ana shundoq jafo chekadi. Ammo har qatim o'zining eng yuqori chekiga jang e'lon qilib, o'zining bardoshlik berish nuqtasidan bosib o'tgan chog'da texnik jiroqlarga yugurgili bo'ladi. Bu qoidani hammalar biladi. Gap shu jarayondagi azobga bardoshlik berish va berilmaslikda. Mening bundoq azobga taqobil turadigan oddiy bir amalim bor. Har qatim uzun yugurish musobaqasiga tushganimda, musobaqadan keyin o'zim yaxshi ko'radigan to'xo go'sht qo'rmisi, kebab qatorliq esil tamoqlarni to'yg'ich yeydiganligimni va yoki musobaqada yengib chiqqandan keyin o'zim yaxshi ko'radigan qiz bo'ynimga gul chamini taqab qo'ygan manzarni tasavvur qilaman. Bu go'zal manzarlar mening oxirgi nuqtagacha g'ayrat qilishimga kuch-mador berdi. Oliy maktabga imtihon berish oldidagi 1 yil eng jafoliq o'tdi. Kech yetib, sahar turib takror qilardim. Har kuni faqat 4 soatli uxlaydim. O'zimga madad berish uchun Beijing universitetining rasmini besib chiqarib, ustalning yeniga chaplab olgan edim. Kechlik tomoqdan keyin qon qanti yuqorilab ketgan bo'lg'achqa takror qilolmaydim. Bundaq chaqda 1 yildan keyin o'zimning Beijing universitetidagi nomsiz ko'l bo'yida o'zim yaxshi ko'rgan qiz bilan qo'l tutishib ketayotgan manzarni ko'z oldimga keltirdim. To'liq o'tirdagi vaqtimda qizlarga talab qo'ysamlar rad qiladi. Saboqdoshlarimning muhabbatlashib yurganlariga qarab, meningmi bir qiz do'stim bo'lskan deb orzu qilardim. Beijing universiteti mening orzuyimdagi oliy maktab edi. Bu ikki orzuyimni birlashtirsam, ajoyib go'zal bir manzara ko'z oldimga keladi. Keyin azob ichida go'zal narsalarni tasavvur qilish orqali o'ziga madad bergili bo'lganligini, bu orqali qiyinchilikqa bosh egmaydigan bir ruhni yetildirgili bo'lganligini bayqagan edim. Bu usulni nurg'un odamlar angliq yoki ongsiz ravishda ishiltib baqqan. Ammo unumi ancha yuqori bo'lmagan bo'lishi mumkin. Tasavvurdan foydalanib, qiyinchilikni yengishdagi eng muhim halqa shuki, tasavvur qilganda cho'qim tafsilotlargacha konkret o'ylash kerak. Qo'lni so'zibla tutquli bo'ladigandak darajaga yetmasa, unumi ko'ngildagidek bo'lmaydi. Masalan, oliy maktabni yengilib bitkizgan bir yosh tirishib ishlab bir uy setib olmoqchi bo'ldi. Agar faqat bir uy setilishini o'ylasa, ziyoda abstrakt bo'lib qolganligi uchun unumi degandek bo'lmasligi mumkin. Agar shirkatingizga yaqin joydagi bir o'ltiraq rayondan o'zingiz yoqtirgan bir yurish uyini ko'rib qo'ygan bo'lsangiz, har qatim ishlab, yerib, orom olg'ingiz kelganda, beshingizni ko'tiribla qad ko'tirib turgan binodagi siz olmoqchi bo'lgan uyni ko'ra olsangiz, bu chog'dagi kayfiyat o'xshamasligi mumkin. Hatto uyning qurilmasiga asosan qandoq bezashni, qaysi hujrni yotoq uy, qaysi hujrni qiroatxona qilish, qandoq uslubdagi uy saymonlarini elish,
oshxonani qandoq bezashdan tortib, amroq ayolingiz bilan birlikda tomoq ustida o'ltirib, nima tomoqlarni yeyishgacha inchga ham konkret tasavvur qilsangiz, bu xil tasavvur, bu xil konkret orzuning sizga beradigan rag'batlantirish kuchi texmi zo'r bo'ladi. Shuning bilan texmi tirishib ishlab, orzuyingizni boldiroq reallik aylantirishga tirishsiz. Bu usulning muhim halqisi shuki, qancha konkret bo'lsa, shuncha yaxshi. To'liq o'tirning 3-yilligidagi vaqtimda mundaq tasavvur qilardim. Petayotgan quyoshning shafaq nuri bulutlarni qizartgan bir kashqorin. Men yaxshi ko'rgan qiz bilan qo'l tutishib, yongan manatdiq. Adabiyot, muzika haqida, hayotlik va g'oya haqida paranglashatdik. U chaqda orzuyimdagi qizning chiroyini, bo'yi egiz yoki pakarligini, qaltichash yoki sumbulchashligini, ko'zini taqaydigan yoki taqamaydiganligini texi bilmasammi, menga yanada zo'r ilhom bo'ladi. Bultur oxiri Braziliyaga bordim. Dunyo futbol lo'nqisi musobaqasini naq maydonda ko'rish orzuyimni reallikka aylantirdim. Kichigimdilla futbolga amroq edim. Hatto bir mahal kechda futbolni quchoqlab uxlaydigan chog'larim bo'lgan. Futbol maydoniga tushsamla, vujudim cheksiz hayotiy kuch va g'ayrat shijoatga to'lgandek his qilaman. Ammo mashq bek jafoliq edi. Har qatim mashq qilib o'tib, yondirg'im kelgan chog'da kunlarning birida naq maydonga berib futbol ko'rdiganligimni xiyol qilardim. Kuchli futbol komandalari bor davlatlar ichida Braziliyani eng yaxshi ko'raman. Brazilliklar futbolni xuddi usul o'ynagandek erkin, bemalol va chiroyli o'ynaydi. Shunga Braziliyaga berib bir maydon dunyo lo'nqisi futbol musobaqasi ko'rish mening cho'ng orzuyim edi. Amaliyotda Braziliyaga berib futbol musobaqasi ko'rish orzuyimni amalga oshirish uchun xeyli uzoq tayyorlik qildim. Yozlik ta'tilda dars vazifasi eng og'ir bo'ladi. Kunlik o'tir hisob bilan 10 soat dars o'tamiz. Har bir minutlik darsni cho'qim to'lib toshgan qizillik bilan o'tishimiz kerak. Bir kunlik dars oxirlashgan chog'da unimizni putib, yerib holimiz qolmaydi. Dars boshlanib ketgandan keyin o'qituvchining dars tayyorlashga asosan vaqt chiqmaydi. Shunga yozlik ta'til kelishdan burun barliq materiallarni hozirlab, dars tayyorligini bitkizib bo'lish kerak. Braziliyaga berishga vaqt chiqarish uchun kundalik xizmat vaqtimni bir qancha soat uzartdim. Shuning bilan turibla to'liq o'tirning 3-yilligidagi kuniga 4 soat uxlaydigan vaqtimga qaytib qolgandek bo'lib qoldim. Xizmat salmoqining og'irligidan bir qancha kun ishida qattiq yerib ketganlikdan uyga qaytibla uxlab olishni, shu uxlagancha menga uyg'onmaslikni o'ylaydigan darajaga yetdim. Ammo bolalikdagi orzuyimning pat yaqinda reallikka aylanganligini, o'zim yaxshi ko'rgan futbol komandasining, futbol cho'lponlarining eng yuqori darajalik musobaqasini naq maydonda ko'rdiganligimni o'ylasam, org'inligimni unutib ketgandek bo'lardim. Charchagan vaqtimda Katy Perry'ning Free Walk nomli naqshini takror qo'shiq tanglab, yamratqu ovozini eng yuqori nuqtaga burab qo'yib, yetib muzika anglaydim. Uyda men va muzika bor edi. Tasavvur sana go'zal kelajakning parlaq nurini chachidi. Shu nur yelkamizga tushib tursa-la, odatga kishilar chekmagan jafolarni chekimiz. Chidog'usiz bo'lsa-mo, albatta chidaymiz. Va'da qilib o'ruqlash usuli. Sen mening semizligimni bilasan. Jon tikib o'ruqlayotganligimni bilmaysan. Sen o'ruq bo'lsang, men to'lgan. Sen meni semizligimdan kiyim yarashmaydi deysan. Men seni ovoqligidan uchsida kiyim turmaydi deyman. Sen oldinga kelganni yaversan, qani ko'ramiz. O'ruqlash haqiqatan mushkul safar. Nima bo'pti? O'ladigan ish bo'lsa-mo, bu yo'ldan yanmayman. Men o'ruqlayotgan bo'dak. Men o'zimning jarchisi. Bu men o'ruqlash uchun eng jafo chekkan kunlarning birida yozgan mardona so'zlar. 2014-yil darajadan tashqari notiq sahnasida mening chiniqishdan burunqi va chiniqishdan keyingi holatimning surishtirma rasmi ekranda paydo bo'lgan chog'da Lu Yu, Li Yong, Li Jia, Lin Jiyin qatorliq 4 yetakchi va naq maydondagi tomoshabinlarning hammasi hayron qolgan edi. Zilva bo'lish, muskulliqroq bo'lish, hozirgi davrda qizlar uchunmi, o'g'illar uchunmi bir xil go'zallik. Davrga moslashganlik hisoblanadigan bo'lib qoldi. Yaqinda tajribalik bir ayol muxbir mundaq deb yozdi. Cho'lponlarning o'ruqlash jarayoni haqidagi hikoyalarni sizmi anglagan bo'lishingiz mumkin.
Sunni Bey Montigus kelib ketganda mantining puruqini purab xumarini bosgan. Deng Shuven necha 10 yil ichida bir qitimni to'g'ridek tomoq yeb boqmagan. Luyu go'sht tomoq yesa, go'shtni sanab yeydi ekan. Shuchi tomoqdan keyin o'ltirsa samirib ketishini qo'rqib, o'yin o'ynasini o'r turib o'ynaydi ekan. Xaychingning deyishicha 1 kilogramm samirib ketsa, ekrani chiqqanda chalmaydi ekan. 2 kilogramm samirib ketsa, operator eskartib turadi ekan. O'tgan bir mezgilda tushdan keyin soat 2 dan keyin hech narsa yemaslik orqali kuniga 1,5 kilogrammlik surat bilan o'riqlabdi. Men texi uni san'atkorlar degan mana mushundaq nafsini yig'alaydigan alohida odamlar deb maqtanmoqchimi deb o'ylab ekanman. Kim bilsin, yaqinda u mundaq bir ishni deb berdi. Yurtidagi biri uningga tugunak qichi avatgan ekan. Kechda qursiqi ichib uxlayolmagan chog'da har kuni oqshimi 10 tub tugunak qichini elib bir taldan sho'raydi ekan. Sho'ra eng oxirida faqatla tuz ta'mi qolmagan chog'da tukirib yetadi ekan. Bu gaplarni bir qitimliq Laylimun ziyofatida uning o'z og'zidan angladik. U bizga shularni deb bo'lib, bizning maza qilib yeyishlarimizga qarab o'ltirdi. Uning deyishicha, bir qanchatal gazir chiqib qo'ysimi, qaytib berib yugurmisi bo'lmaydi ekan. Mening o'ruqlash jaryonim shundoq bo'lgan. 92 kilogramlik bodakdan 70 kilogramlik o'lchamli holatga kelib qolmay, qursoq qismida 6 parcha muskul chiqargan odam bo'lish sifatim bilan mening o'ruqlash, badan chiniqtirish jihatda so'zlab bergidek tajribalarim bor deb qarayman. Nur Ali Obizning Xinjiang fan-texnika nashriyoti nashr qilib tarqatgan 1 yilingizdagi 8760 soat nomli asarni mushargacha anglatdik. Davomini ati anglaysizlar.